$14,900 Mercedes-Benz W204 mashinasi e'lonimiz kelib qoldi. Mashinamizning holatlari zo'r. 2 litrli kompressor motor bilan jihozlangan, okey. Mashinamizning o'zi вообще-то sostenasi gapiryapti, okey. Mana diskalarni qarang. Mashinamizning salon holatini ko'rasiz, okey. O'zingiz videoga qanaqa like bosib qo'yganingizni bilmay qolasiz. Yillari 2007-yil. Probegimiz bor yo'g'i 230 ming, okey. Tonirovka ruxsatnomalar qo'yilgan, texnik hech qanaqa ishlar yo'q. Panoramalarning ochilishini ko'ryapsizmi? Salon holatini bitta ko'rsatgan. Salon holatlari ideal sostenni turibdi, okey. Tarpet kapishka joylari matviy holatda. Rulni qarasangiz okey. Sidinalari ham okey, alohida temir bo'lib turibdi. Agar bu Mercedes kelib haydab ko'rgan odam, okey, ishoning, bitta haydab ko'rgan odam o'zi baraka qilib Kraskalari to'g'ri, ikkita detallarda bo'lishi mumkin. Bemalol ustalar bilan kelib, ko'rsatib olib, Mercedes tushunadigan odam bilan kelib, ko'rasiz, men sizga aytaman, $14,900 ga emas, ukam $16,000 ga olsangiz ham pulga arziydigan mashina deb javob aytishadi. Agar sizga mana shu Mercedes mashinamiz qiziq bo'lsa, pastda egalar nomerini qoldiraman. Primoy egalar nomerini qoldiramiz. O'zingiz telefon qilib, savdosini qilib, kelib haydab ko'rib, barakasini qo'ysangiz bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, ko'p joningiz sog' bo'lsin.